Kir moshina uchun ajoyib lifehack. Kartoshka, piyoz va biroz tuz sepamiz. Ustidan tish pastasidan siqib yuboramiz. Qop-qora bijildoq suvlardan quyish esingizdan chiqmasin. Kir moshinam tezroq buzilsin deb topgan tutgan hamma narsangizni barabarning ichiga solishni bas qiling. Shunchaki har 2 oyda bir marotaba 1 stakan soda, 1 stakan uksus solib 95 gradusda aylantiring. Voila! Kir moshinangizga aslo ozor yetmaydi. 95 gradusda yuvib bo'lmaydi deganlar diqqatiga. Nimamush oynasi sinib ketarmish. Shunda biz aqlli kir moshinani ishlab chiqargan inson ahmoqmi? Changi soda va uksus baraban ichidagi barcha noxush hidlarni ketkazadi, baraban ichini hamda oynasini yaltiratib tozalab beradi. Aslida siz yaxshi parashok gellardan foydalansangiz, kir moshinangizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Turli xil parashoklar ohakka o'xshab qotib qolayotgan bir paytda Tallaluxning yuvish kelib biz uchun ayni mudo bo'ladi. Siz ham albatta sinab ko'ring. Tallalux sinalgan sifat.